Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz muxlislarim, men sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan xursandman. Bugun men sizlarga o'zbek milliy taomlaridan mallama qilishni, qiymali mallama qilishni o'rgataman. Ko'rsatib bermoqchiman o'z videomda. Bunga kerakli bo'ladigan mahsulotlar: un, suv, o'simlik yog'i, men zaytun yog'ini oldim, hamda tuz. Endi kichkina qoshiqda yarim drojja ozgina sal ko'tarilish uchun nachinkasiga piyoz, bitta kartoshka, ozroq qiyma, chesnok, bitta zubchigini maydalab olamiz hamda ko'katlar, yalpiz, ular to'rga aralashtirib olamiz ozgina. Bunaqa pripravalar, ovqatga soladigan har xil zararlar, mana shulardan qiymasiga solamiz. Mana o'zimizni mana shu nimalarimizdan oddiy pripravadan hamda ko'kat maydasi, mana shulardan solib, bugun biz sizlar bilan mallama qahlamani yana bir turi bo'lgan qiymali mallamani pishiramiz. Rojamizni solamiz. Hammamiz yumshoq chiqish uchun o'simlik yog'ini quyib yuboramiz. Hamdimiz ham tayyor. Ezmesi için zaten tartı. Çıkamızı tayarla banamız. Bilmemiz değerliğimiz yakışıklarımızı tutalım. Ana qiymamiz ham tayyor bo'ldi. Endi mana xamirlarimizni yayib olamiz. Bunga o'zimizning qo'lbola saryog'idan eritib qo'yamiz. Endi xamirni yozib, qiymalarimizni tayyorlab qo'ygan qiymalarimizni solamiz va mallamani tayyorlaymiz. Arkamızı yog'lab tayyorlasini. Tayyor bo'lgan mallamalarimizni mana bunday qilib skоворodkalarda pishirib olamiz. Tagini ozdan yog'laymiz.
ko'p yoqib qo'ymaydi, ko'ngliga tegib qoladi. Lahmimiz pishdi. Chiroyli bo'lib chiqdi. Bismillahirrahmanirrahim. Yoqimli ishtaha. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Yana sizga qanday videolar yoqadi? E'tiboringiz uchun rahmat.